Shayx Mutavalli Shahroviy degan bir zot o'tganlar. Mana shu insondan so'rashgan ekan, qarang. O'g'lingizni vaqtiki uylantirayotganingizda o'g'lingizga nima deb nasihat qilasiz dedilar. Shunda aytdilarki, Imom Shahroviy rahmatullohi alayh, men o'g'limga ko'p nasihat qilmayman dedilar. Ko'p gapirmayman. Bitta gapni aytaman. Bolam, mana bu birovni bolasi ekanlar, qarang. Kelinni aytib. Ana bu birovni bolasi bitta sani uchun o'zini otasidan, akasi, ukasi, onasi, deylik bor qarindoshidan nima qilib kelyapti? Bitta sani uchun kechib kelyapti. Kechib bir sani uchun sani xonadoniga kelyapti. Endi jon bolam, mana shu birovni bolasiga, ya'ni kelinga ham ota bo'lishing kerak, ham ona bo'lishing kerak, ham aka, ham uka, ham opa, ham singil bo'lishing kerak. Mana bu birovni bolasi san uchun dunyoni kechib kelyapti-ya. San endi dunyo bo'lgin. Bo'ldi, shu nasihatni qilaman xolos, boshqa ko'p gapirmayman.